أحسن الله إليكم Alloh قال sizni yaxshilik رحمه bilan الله تعالى mukofotlasin. Muallif الحديث rahimahulloh aytadi. المختار عن 33-hadis. عباس رضي Ibn الله Abbos roziyallohu عنهما أن anhudan رسول الله rivoyat صلى qilinadi. الله عليه Rasululloh وسلم sallallohu alayhi قال vasallam لو aytdilar: يعطى Agar الناس odamlarga da'vo بدعواهم qilgan narsalari كالرجال berilaverganda edi, لو ba'zi يعطى odamlar الناس o'zgalarning بدعواهم mollarini va qonlarini da'vo qilgan كالرجال bo'lardilar. لانطلقوا من Lekin dalil ودماءهم keltirish da'vo لكن qiluvchining البينة qasamyod على qilishi esa المدعي inkor qiluvchining واليمين على من zimmasidadir. أنكر Bu hasan حديث hadis حسن bo'lib, Bayhaqi رواه va boshqalar البيهقي shunday rivoyat وغيره qilishgan. هكذا Uning asli وأصله في sahihaynda bor. الصحيحين. نعم رواية Sahihayndagi rivoyatda agar odamlarga da'vo qilgan narsalari berilaverganda edi, ba'zi odamlar o'zgalarning mollarini va qonlarini da'vo qilgan bo'lardilar. Lekin dalil keltirish da'vo qiluvchining zimmasidadir degan joyigacha keltirilgan. Ammo aynan mana shu lafz bilan, ya'ni to'liq holda uni Bayhaqi rahimahulloh rivoyat qilgan. Bu ma'nosi buyuk bo'lgan hadis, hujjat dalil bo'lishi shartligi haqidadir. Hujjatsiz da'volar qabul qilinmaydi. Agar da'volarga isbot, dalil keltirilmasa, ularning egalari shunchaki da'vo qiluvchi, isbotsiz gapiruvchi bo'lib qoladilar. Har qanday joyda biror narsani hujjatsiz da'vo qilish mumkin emas. Buning sababi shundaki, odamlarning ko'pchiligi Alloh taboraka va taolodan qo'rqmaydilar. Shuning uchun ham mazkur hadisda ba'zi odamlar o'zgalarning mollarini va qonlarini da'vo qilgan bo'lardilar deyilgan. Agar hadisda aytilganidek kishilar odamlarning qonlari va mollarini isbotsiz da'vo qilsalar, bu shunchaki quruq da'vo, zulm bilan qo'lga kiritishdir. Alloh asrasin. Shuning uchun dalil keltirish da'vo qiluvchining, qasam ichishi esa inkor qiluvchining zimmasidadir. Mana shu asl qoida hisoblanadi. Qoida shuki, da'vo qiluvchi kishi hujjat keltirishga muhtoj, ammo da'vo qilinayotgan javobgar taraf hujjatga muhtoj emas. U faqat qasamga muhtojdir. Chunki u ayblanmoqda. Kim ayblayotgan, da'vo qilayotgan bo'lsa, hujjat keltirish kerak. Ayblanuvchi javobgarga esa shunchaki inkor etishi va o'z inkoriga qasam ichishi kifoya qiladi. Shunday bo'lsa ham, lekin ulamolar da'voni inkor qilgan har qanday kishidan ham qasam talab qilinavermaydi, balki u da'vo to'g'ri bo'lishi mumkinligining ozgina bo'lsa ham ehtimoli bo'lsagina qasam talab qilinadi deyishgan. Bunga sabab o'laroq Imom Malik rahimahulloh shunday deganlar: toki boylar va obro' e'tiborli kishilarning obro'si to'kilmasin. Masalan, agar bir o'ta kambag'al kishi kelib, xayr ehson va saxovati bilan tanilgan, har kuni 1000 dinorlab sadaqa qiladigan boy odamga qarshi da'vo qilib, unda mening 500 dinor haqqim bor desa, bu qiyin masala. U har kuni 1000 dinor sadaqa qilsa-yu, bu kambag'aldan qarz oladimi? Qanday qilib u mendan qarz olgan deb da'vo qiladi? Bu biroz qiyin. Agar u qasam ichsin deyilsa, bunday obro'li odam men 500 dinor uchun qasam ichganimdan ko'ra 500 dinor berib yuborganim yaxshi deb berib yuboradi. Keyin bunday kambag'allar yoki jinoyatchilar shunday kishilarga shu yo'l bilan bosim o'tkazib, pul undirishga harakat qiladilar. Shuning uchun Imom Malik aytadilarki, hamma odamdan ham inkor qilganda qasam ichish talab qilinavermaydi. Faqatgina haqiqatga yaqinroq biror shubha bo'lgandagina talab qilinadi. Aks holda kim kelib da'vo qilsa, uning gapi qabul qilinmaydi. Va Imom Malikning bu so'zlari juda o'rinli, asosli gapdir.